Buni aralashtirishganmi? Ha, uzunligi. Buni ham 90% suv, 10% ga limon siqib olgan ustiga. Assalomu alaykum do'stlar. Biz Vyetnam davlatining Hanoy shahrida Tojikistondan kelib ingliz tilidan dars beradigan o'qituvchilar. Xush kelibsizlar. Rahmat. Husayn, Farruh. Salom. Salom. Tinchmisizlar? Yaxshi keldinglar? Husayn bilan biz oldin ham video qilgandik. Shu Vyetnam davlatiga kelib ingliz tilidan dars berish haqida. Endi bugun mana yana bitta ko'payishdik. Farruh keldilar Tojikistondan. Endi qolganini o'zlaring aytib berasizlar endi. Farruh boshlasalar nima bo'lsa? Farruh, xush kelibsiz Vyetnamga. Rahmat. Sal yaqinroq bo'lasiz. O'zingiz haqingizda tanishtirib bersangiz qisqagina oldi. Tojikistonda qayerdansiz? Assalomu alaykum yana bir bor. Tojikistonda Jabor Rasulov nohiyasidanman. 3 hafta oldin yetib keldim. Hozir 1 hafta oldin shu o'rta maktabda ish topib, hozir 1 hafta ishladim mana endi. Hozir endi 3 kundan. 3 kun, 2 kuni shanba, yakshanbasi выходной edi, endi bir kuni yana qanaqadir bayram. Aha, King of Vietnam ekan. Vyetnamning qaysidir qirolini bag'ishlangan kun. O'lgan kuniga. O'lgan kuniga bag'ishlangan kun. Xotira kuni. Ish qilib, ish sharoiti yaxshi, hamma udobstvolari bor. Ishdan bo'sh paytda kofe, choy, hamma sharoit qilib qo'ygan. Havo issiq, lekin maktab sharoitida konditsioner bor, ventilyator, hamma narsa bor. Menimcha ishlayman degan odamga hamma imkoniyat bor. Eslatib o'tamiz o'rtoqlar. Bugun 6-aprel 2025-yil biz aylangani chiqqan ko'chaga. Hozir Ozera bo'yida o'tirib, dam olib bitta intervyu qilaylik dedik. Juda ham ko'p savollar bo'lgan. Shuning uchun mana chista 3 hafta bo'ldi kelganlariga mana hozir hamma protsedurani aytib beradilar. Qanaqa qilib keldilar? Nimalar bo'ldi? Keyin kelganlarida trening o'tdi, bitta ishga tayyorlash uchun nima qilish kerak, Vyetnam urf-odati dars qanaqa qiladi, borganlar, qatnashganlarmi, protseduralarni o'tganlar, undan keyin demoga borganlar, borib dars ko'rsatganlar. Shu haqida ham aytib bersangiz. Real opitdan. Yetib kelganimdan keyin o'sha Sherali ishlaydigan kompaniya bilan gaplashdik. Ular kerakli dokumentlarni kopiya qilib olib, 1 hafta bo'lmay o'sha birinchi demoga chaqirdi. Bordim. Yoshi 7-8 yoshlik sinf. 35 minutlik shu standart demo urok ko'rsatib berasizlar, lekin bir kun oldin hamma materiallarni tashlagan. O'zidan hech qanaqa ishtima topish kerak emas. Hamma materiallarni tashlab berdi. Keyin borganda yana kamgina konsultatsiya berdi. Mana shunday deb. Yo'l asobi endi biron xil yo'l yo'riqlari bo'lsa deb so'rasam, shunaqa tushuntirdi. Hech qanaqa yangilik yo'q. Endi oldin ko'rgan, ishlagan odam bo'lsa, hech qanaqa boshqacha joyi yo'q. Menimcha, to'g'rimi? Hammasi shu. Siz oldin Siz oldin Xitoyda ham ishlagansiz? Ha. Hozir mana endi Vyetnamda o'zi ishni boshladingiz, 1 hafta bo'ldi, 1 hafta borib keldingiz, o'zi opit paydo bo'ldi, nima, chokchimu. Qanaqa farqi bor ekan Vyetnamda ingliz tilida dars berish bilan bittagina? Birinchi sezganim Xitoydagi gruppalar soni kam edi, o'quvchilarning soni. Bilganim hozir. Birinchi katta farqi, ularda eng ko'pi 20 ta edi. Hozir bu yerda 32, 33, 35 gacha. Biz hozir primary school haqida gaplashamiz. Ha, primary. Endi men oldingi ishlaganim endi u детский sad, endi farqi bo'ladi. Yerda 40 kishini ololmaydi-ku endi. Hozirchaga birinchi farqi shu. O'quvchilar ko'p kamligi. O'quvchilar, keyin o'quvchilar bo'lmaydi, tayyorgarligi yaxshi. Bunaqa tamom. Betdami yo'q Xitoydami? Yo'q, betda. Ular уже nimadir biladi-da, nol emas. Endi yoshi ham уже bilish kerak. Ba'zilari oddiy savol-javoblarga javob beradi, gaplasha oladi, ba'zilari slabroq, endi ishlash kerak. O'shaning uchun biz kelgan bo'lsak kerak. Mana hozir aytibsiz, borasiz darsga, o'sha demodan o'tsangiz, demo qilgansiz birinchi kuni. Shuni aytib bersangiz, qanaqa ishga olish jarayoni qanaqa bo'ldi o'zi? Ingliz tilini qaysi darajada bilish kerak ekan, nimalarga e'tibor berish kerak ekan? Endi u qaysi yoshga
demo'roq qaysi yoshlik bolalarga borishiga qarabdi endi o'sha manga shu to'g'ri kelgani shu 7 yoshlik sredniy 7 yoshlik bolalar edi. Ya'niki birinchi, ikkinchi sinflar. Ha, shunaqa. Nima ko'rsatdingiz demoda? Demoda yangi so'zlar, 4 ta 5 ta yangi so'z. Keyin boshida o'tgan dars takrorlashdida. Endi men o'tgan dars bo'lmagan. Просто o'sha berilgan slaydini davom ettirdim, tamom. Tayyor kompyuterda o'zi PPT tayyorni berasizga? PowerPoint formatida qilingan 18-20 ta stranitsalik tayyor fayl bor. O'shani notebookga, kстати, notebook kerak обязательно. Notebook bo'lmasa qiyin emas, mumkin endi maktab bersa berishi mumkin, a tak notebook bo'lmaydi. Iloji boricha. Keyin akkumulyatori, kстати, yaxshisini olish kerak. Keyin endi qo'yishib 5 minut dars o'tgandan keyin o'chib oblom bo'lmaydi desa. Normalniy akkumulyator birinchi o'rinda. Shu. Keyin ko'plar aytadiki, mana men bir ikkitalarni taniyman, shu primary schoolga borgan, aytganingizdek 30 tadan oshiq o'quvchilar bor. Ingliz tili zo'r bo'lgan taqdirda ham bir xil uddalay olmagan, chunki bitta nafaqat ingliz tili yordam beradi, balki bir paytning o'zida ham ingliz tilida gapirib, ham dars tushuntirib, ham ularni kontrol qilib, jim qilib, qiziqtirib, interaktiv fan hammasi bir xil paytda ketishi kerak-ku. Sizda qanaqa o'tdi shu? Nima deb o'ylaysiz? Hammasini bir paytda olib borib oldingizmi? Ha, bo'ladi. Olib bora oldim-ku. Endi bolalar o'quvchi soni ko'pligiga qaraganda baribir boshida begona o'qituvchi-ku endi baribir. Ularga boshida sal mumkin zerikarli tuyulishi mumkin, sal qiziqtirib yuborish kerak. Faqat doskadagi, monitordagi slaydni emas, aroda to'xtatib nimadir 2 minutga bo'lsa ham nimadir o'yincha qilib yuborsa, sal nima deydi? Qiziqish ortadi. Fresh up deydimi? Unda obnovit bo'ladi kallasi. Keyin o'sha qolgani обычный dars jarayoni. Hozir mana menga yana savol berishyaptiki, yozishyaptiki, menga TikTokdan, Facebook, Instagramdan Vyetnam tilini bilasizmi? Vyetnam tilini bilish shartmi ingliz dars berish uchun? Nima deysiz? Siz bilasizmi? Yo'q, Vyetnam tilini men chetga kelib birinchi shu salom bilan xayrlashishni o'rgandim. Hozir ham shunday. Keyin rahmat deyishni bilaman. 3 ta so'z bilaman. Hozirga yetyapti. Sizdan shu bilgani Vyetnam tilini bilish shart emas ekanda? Keyin telefonda переводчикni ishlatib olish kerak. Bo'ldi, qolgani sekin-asta bo'ladi. Sinfda bironta bolalar tushunmay qolsa sizni, hamma o'zi bular tushunmagani uchun bizni o'rgatgani kelgan-ku. Sizni tushunmasa qanaqa qilib tushuntirasiz biz? Tushunmasa o'zi главный правилada aytilganki, no Vietnamese. No Vietnamese. Faqat inglizcha gapiramiz degan. Agar tushunmasa qandaydir sinonimlar bilan harakat qilamiz, bo'lmasa majbur bo'lamiz keyin yordamchi o'qituvchiga murojaat qilishga. Har bitta sinfda shu yordamchi o'qituvchi bor. Teacher assistant deydimi? TA. Местный, обычно ular qizlar bo'ladi, yosh qizlar bo'ladi. Nima tushunmay qolsa tamom bo'lmasa endi ularni yordami bilan tushuntiramizda keyin. Tushundim. To'g'ri. Vyetnam haqida fikrlaringiz qanaqa? Hanoy, ko'cha-ko'ylari, odamlari, oziq-ovqat. Paka sizda ko'p narsa hozir yangi kiyansiz, anu-ku. Interesroq bo'lish kerak. Hozir birinchidan menga boshqacha bo'lgani havosi, klimat boshqacha. Endi o'rgandik почти. Bizniki bilan bir xil hisobi-yu, bunday olsak. Bizda ham endi shu yozda isig'i 45-46 ham bo'ladi. Bu yerda ham shunday ekan. Sal влажность balandroq. Bunga ham menimcha biz odamlarga bu havoda yurish problema emas. Organizm o'rgangan u narsaga. Naborot, sovuq joyda yurishga bizga sal qiyin bo'ladi. Oziq-ovqat вообще problema emas, hamma narsa bor. Endi agar joy ko'chaniki yoqmasa uyda pishirib, endi bugun osh qilganimizdek uyda osh pishirib bemalol ovqatlansa bo'ladi. Endi ba'zi narsalar boshqacha, urf-odatlari, nimadirlar boshqacha. Endi vaqt o'tishi bilan o'rganadi odam narsani. Rahmat. Yana savollar bo'lsa, savollar bor, yana bo'lsa emas. Endi Husayn zerik qolmaslik uchun sendan ham so'raymiz. Buni opit ikkalamiznikidan ham ko'p bitta. Bu qarib 3-yil ketyapti sanganiga. 2 yil to'ldimi? Yaqin to'ladi.
O'rtoqlar, endi Husayndan eshitamiz. Bu 2 yil bo'ladi yaqinda bunga Vyetnamga kelganiga. Husayn, o'zingni tanishtirib, sen endi o'zingni experience-laringni aytib bersang. Hozir auditoriyamizga ikkalamiz oldin qilgandik, mumkin ko'rmaganlar bor unisini. Endi boshqatdan uchalamiz qilamiz. Xudo xolasa ko'payishib boramiz. Bundan keyin ko'paytiramiz bunaqa intervyularni. Husayndan eshitamiz. Chunki har bitta kelgan odamni o'zi dunyoda har bitta odamning yo'li o'ziga alohida, o'ziga yarasha yo'li, kun tartibi, ishi bo'ladi. Farruh kelganlarda boshqa xil yo'l bilan yo'l bir xil bo'lishi mumkin, hayot tarzi har xil bo'ladi-da. Shuning uchun hammani o'zini istoriyasi bor, tarixi. O'zingni kelish tarixingni aytib bersang. Assalomu alaykum hammaga. Men ham Tojikistondanman, Adrasmon degan shaharchasidan, Qayraqum tarafda. Bu yerga 2 yil bo'ladi xudo xolasa kelganimga. Shu birinchi bo'lib rossiyalik agentство bilan savol-javob qilib, intervyudan o'tib, boshida CV berib, ular определённый vaqt ko'rib chiqadi o'shani. Agar tasdiqlasa, hammasi yaxshi bo'lsa, keyin работодатель bilan intervyu bo'lgan. Meniki hammasi onlayn bo'lgan, chunki men Tojikistonda turib hammasini qilganmiz. Bu yerga kelganimda o'sha ishim tayyor bo'lgan, full time job. Keyin ular пригласительное письмо berishgan. O'sha pismo bilan kelib, keyin bu yerda ishga kelganman. Agentstvani qayerdan topding? Qanaqadir uslugalari bormi? Nima uchun? Agentstvani YouTube'dan ko'rdim. YouTube'dan 2-3 ta agentstvo topib, сравнить qildim. Keyin o'shalardan menga yoqqanini tanladim, shular bilan ishladik. Boshida komissiyonni pul berasiz. Berganingizdan keyin ular siz dokumentlaringizni tayyorlashni boshlaydi. Kerakli dokumentlarni, o'sha diplomingiz, CV'ingiz ko'radi. Keyin bitta video обращение qilish kerak. Keyin o'sha 2 ta narsa bilan, CV bilan ular ko'rib, работодательlarga jo'natishni boshlaydi. Keyin biror xil работодатель tasdiqlasa, keyin работодательdan непосредственно intervyu bo'ladi. O'sha intervyudan o'tsangiz, ish oldingiz degan hisob. Keyin demo bo'ladi undan keyin. U ham onlayn. U ham onlayn. Meniki onlayn bo'lgan, 20 minutcha demo. Hozir sen kelmoqchi bo'lgan paytingdan boshlab обращаться qilgan kunsan agentstvoga. Shu kundan boshlab qancha vaqt o'tgandan keyin sen ish topilib, hammasi joyida bo'lib kirib kelgansan? 2 oy ichida. 2 oy ichida. 2 oy ichida. Shu yerni o'ziga kelib ham ish topish mumkinmi? Iloji bormi? Chunki mendan so'rashyapti odamlar. Iloji bor. Endi boshiga biror xil agentstvo bilan kelgan baribir yaxshi. Agar opit bo'lmasa, masalan, menda opit bo'lmagan, experience bo'lmagan bu sohada, shuning uchun agentstvo bilan kelsa yaxshi, lekin opit bo'lsa, mana sizlar Xitoyda ishlagansizlar, sizlarga qiyin bo'lmadi menimcha, kelib o'zlaringiz topdilaringiz. Agar opit bo'lmasa, agentstvo bilan bir marta kelib, 1 yil ko'rib, yoqishi bor, yoqmasligi bor. Keyin qaror qilib, shu yerda qolish maqsad bo'lgandan keyin o'zi topib olishi qiyin emas. Aloqa bo'lsa, o'sha связь bu yerda juda katta rol o'ynaydi. Hamma bilan отношения yaxshi qilib topish mumkin. Keyinchalik дополнительно topish mumkin. Endi o'ziga bog'liq bu yer. Agentstvolarning uslugalari qancha? Qancha sen berding? Agentstvolar standart narxlar bormi? Hozir точно eslay olmayman. Hammasi kelishi bilan $1000 gacha tushadi. Bilet ichida? Bilet ichida, $1000 tushadi. $1000. Agentstvo usluglari, agentstvo uslugasi, endi u yerda sertifikat kerak bo'ladi. TRC, to есть TOEFL, TESOL, EF, yana bir уровеньga topshiradigan ham EFC ham bor. O'shalar bilan legalizatsiyasi bo'ladi. Undan keyin yana ozroq rasxod. $1000 gacha chamalash kerak-da. Bundan oldin opit yo'q edi deyapsan, sen opit ingliz tili, sen Tojikistonda, Rossiyada yashagan paytingda xullas Vyetnamga kelmagan uchun ingliz tilida dars bermagansan. Umuman dars bermadim. Nol. Ungacha injener bo'lganman, zavodda injener bo'lib ishlaganman. Значит, bu degani inglizni o'qimagan odam ham ingliz tilini bilsa kelib dars bersa bo'ladi. Albatta, shu ingliz tilini разговорный уровеньda bilish kerak. Bilsa bo'ldi. Yana nimalarga e'tibor berish kerak? Разговорный уровень, keyin произношение. Eng главный narsa bu yerda произношение, chunki bizda bu yerda как иностранный преподаватель основной задачamiz ularni произношениесini yaxshilash. Grammatika bularni ham albatta o'tamiz, writing, reading, lekin bu ko'proq vyetnamskiy teacherga ответственность beradi.
Bizni основной maqsadimiz bu yerda ularni o'sha произношениесini rivojlantirish. Shuning uchun bu yerda произношениеga juda katta e'tibor beradi, lekin bu degani masalan sizning произношениеңiz o'rtacha-yu, demak sizga ish yo'q degani emas. Bu hammasi o'sha spetsifический работодательlarga bog'liq. Kimgadir siz yoqishingiz mumkin. Masalan, kimgadir sizda произношениеңiz zo'r, aytaylik, ko'rinishingiz ham yaxshi, chunki bu yerda o'shanga ham e'tibor beradi, chunki aytib o'tish kerak. Mana bu Yevropadan kelgan, Rossiyadan kelganlarni olish veriyatность sal balandroq menimcha. Lekin bu degani bir konkretni nima deydi? Konkretni bir statistikalar yo'q-da. Masalan, sizni произношениеңiz yaxshi bo'lmasa, yoki ko'rinishingiz ham yevropaliklarga o'xshamasa, olmaydi degan gap emas. Bu hammasi individualga bog'liq. Masalan, qaysi работодательga mumkin sizni shunchaki xarakteringiz ma'qul bo'lishi mumkin. Shunda ham olishi mumkin. Keyin bu qanchalik o'sha yerga trebunlarga ham bog'liq. Masalan, bironta aytaylik qishloqdan ishlamoqchisiz, katta shahar emas, yoki chekkaroq joydan. Ularga срочно masalan преподаватель kerak. Shunaqa situatsiya ham ko'p bo'ladi-da. Срочно kerak, ular ko'p narsaga qaramaydi. Ko'radi, nimangiz, xarakteringiz yaxshi, ko'radi, tam произношениеңiz более-менее olaveradi. Endi bu individualni. O'rtacha oyliklarga keladigan bo'lsak, necha soat ishlash mumkin, qayerlarda ishlash mumkin, oyliklar qancha? Shu ikkalaringda ikki xil situatsiya bo'lsa kerak, shuni ham bir aytib o'tsangiz. Chunki asosan beriladigan savollar shu deydi. Mana sizlarga ham ishchilarga o'sha Vyetnamda dars beryapti, ishchilar shunday savol bersa kerak. Menga ham juda ko'p asosan bir xil ish deyman. Endi oylik masalasiga odam menimcha bu yerga kelgandan keyin bir prioritet qo'yilib, o'sha birinchi prioritetda zarplata masalasi bo'lsa, oylik masalasi bo'lsa, o'shanga qarab qolgan turmush tarzini shunga qarab qo'yish kerak. Masalan, kelyapti birinchi maqsad ko'p pul ishlashmi? Demak, o'shanga qarash kerak. Qayerda yashasam выгодныroq bo'ladi, qayerda ishlasam yaxshi bo'ladi, keyin qaysi kompaniyaga ishga kirsam, keyin men дополнительный ish ola olaman. Mana shu savollarni birinchi qo'ysa yaxshi. Keyin endi oylik masalasi juda har xil bu yerda. Masalan, Xanoyda stavkalar baland, lekin rasxodlar ko'proq. Cheka joyga qaraganda. Cheka joyda stavkalar pastroq, rasxod kam. Mana shu. Lekin kamida $1200. $1200 kamida, undan past oylik men eshitmadim. $1200 kamida oladi. Endi $1200 ga full time bergandan keyin, full time degani bir oyga 100 soat. Bergandan keyin kamidami yo 100 soatdan oshmash kerakmi? 100 soatdan oshsa, unga дополнительно pul beradi. Agar 100 soatdan kam bo'lsa ham, agar siz dogovoringiz aytaylik $1200 bo'lsa, 90 soat bo'lsa ham berish kerak $1200. Keyin unda бесплатный жилье ham bo'lishi mumkin ba'zi joylarda. Bu работодатель bilan o'qituvchining o'rtasidagi anunga bog'liq. Qanday kelishiladi? Kelishuvga bog'liq. Bu albatta kelishuvga. Mana eshitdim, shu bir xil joyda $1200 oylik, bir xil joyda xona beradi, studio yoki apartment, bir xil joyda 50 ga 50. Qanaqa stol? Yo, biz bitta video olamiz. Qizim nimadir demoqchi. Qiz nimadir demoqchi. Do you want to say, do you want to ask something? Do you want to ask something? Kelib qarab turdi. Значит 1200 ichida bir xil joyda xona bepul beradi, bir xil joyda 50 ga 50, bir xil joyda o'zi to'laydi o'qituvchi. Bu ham joyiga, работодательga, ishxonaga qarab menimcha. Endi Xanoyda menimcha jilyo beradigan joy kam. To'g'ri, chunki mana imенно meni situatsiyam bo'ladigan bo'lsa, men full time kelmagan, part time kelgan. Meniki примерно 50 soatdan 60 soatgacha bir oyga. Menga vizaga ham yordam qilgan. Yo, пригласительni bergan, lekin baribir pulini ham o'zim to'lagan. Где-то $70, $80 пригласительni ekan, uni ham men o'zim to'lagan. Jilyoga ham o'zim to'layman. Общий viza ketadigan rasxodlar ham meniki bir $1300 ga tushgan. Hammasiga men o'zim to'lagan. Chunki shunaqa, agar full time ga kirsa endi unda, o'sha full time da aytganda примерно 100 soat, 100 soatdan 120 soatgacha edi, $1300 oylik dedi. Anaqangi xona berish yoki 50 ga 50 yoki unaqangi variant hol yo'q dedi. Endi men ishlaydigan kompaniya. Xanoyda shunday. Masalan, cheka joylarda aytaylik
ham aholisi 20 ming, 50 ming, 100 ming aholi joylarda ko'p joyda jilyo beradi. 1200 plus jilyo. 1200, 1300. Kamida 1200. Chunki uchun 100 soat ishlab berish kerak. 100 soat ishlaydi. Ha, to 100 soat ishlaydi oyiga. Overtime'ga 100 soatdan oldin oshiq bo'lsa, значит yana qo'shimcha to'laydi. $1 oshiradi. Masalan, $12 to'g'ri keladi hozir 1200 dan основной зарплата. $1 qo'shadi, keyin дополнительный chisiga $13 dan ketadi. Shunaqa. Sizni situatsiyangizda qanaqa, Farruh? Hozir sizniki full time, part time qanaqa bo'ldi? Hozir meni situatsiyam hozir birinchi o'rinda 1 oy испытательный срок degan. Hozirgi vaqti bo'yicha full time'dak. Chunki ish vaqti ertalab 8 dan soat 4 gacha, dushanba kundan jumagacha. Obed paytida soat 11 dan 1:30 gacha перерыв bo'ladi. Hammasi dam oladi, uxlaydi. Hozircha shunday, hozir o'sha 1 oy o'tishi bilan keyin soat bay to'lanadimi yo full time fiksirованный oylik beriladimi, keyin uni shu kompaniya bilan kelishmoqchimiz. Shunday предложение bo'lganki, agar part time ishlayman desam, qancha $15 deganmi soati? 400 ming dong. 400 ming dong degan. 400 ming dong o'rtoqlar hozir danli moment 1300 rubl bo'lib turibdi. Men kelganimda 6 oy oldin 1,5 ming, 1600 rubl edi. Shu dongda bir xil turibdi 400 ming dong soatiga. Lekin kurs rubl dollarga nisbatan tushib chiqibdi. Ha. В общем, part time bo'lsa shunday 400 ming dong soatiga degani 35 minutlik dars. Yo'q, 60 1 soatgami? 60 minut. Ha, bo'ldi, tushundim. Yoki agar full time bo'lsa $1,5 fiksirованный narx. Ish bo'ladimi, bo'lmaydimi? Короче, 1 oyda $1,5 berish kerak. Dogovorda yoziladi. Yoki o'zim agar $1,5 agar o'zim kvartira topib o'zim yashasam, hamma dokumentlarni o'zim qilsam $1,5. Agar ular olib bersa, to есть kompaniya u ham olib bersa 1300 degan, u ham beradi degan. Hozir shu 1 oy o'tishi bilan endi bir qarorga kelamiz. Hozircha endi ko'ryapmiz sharoit qanday. Ishingiz qanday, yoqyaptimi, yo'qmi? Ish ma'qul. Yo'li uzoq emas uydan. Charchaganingiz yo'qmi? Yo'q, charchash. Nimaga? Общем количестве kuniga necha soat dars o'tasiz shunda? Kuniga 4 ta dars, 35 minutdan ertalab 8 dan 11 gacha. Keyin 4 ta dars 1:30 dan 4 gacha. Bitta ekan. Kuniga 8 ta dars, har bittasi 35 minutdan. Ito juma kuni obeddan keyinda 2 kun xolos. 2 ta dars xolos. Boshqa kun bir kunida keyin bitta aroda bitta darsi yo'q. Bo'sh. Примерно 80 soat hisoblagan siznikini. 84-80. Haftasiga 20 mi shunaqada? 20 soatdan bo'lsa ham 80 soat. Bir haftaga 20 soat. Hozir agar soatiga hisoblasak, уже $1,200 bo'ladi shu turishi hozirga. Yana bitta savol men ko'p berishadiki, Xanoyda kvartirada tursanglar yo qayta turasizlar, narx-navolar qancha kvartirada? Sizlarniki qanaqa endi? Topish masalasi qanaqa, qiyinmi, osonmi? Topish masalasi, kvartira masalasi bilishimcha yomon emas. Topish oson, ko'p sdavat qilinadigan kvartiralar. Bizniki kvartira studiya, kvadratini bilmayman qancha. Puli 4 million dong bo'ladi. Dollarga $200 shunaqa. Yo'q, $200 ham bo'lmaydi. Hozir 3000, hozir 1 millioni примерно 3000 rubl bo'lsa, 3200 rubl bo'lsa, 12000 $13,000 rubl примерно. $130 bo'ladi sizlar. $130 plus anaqangi. Bu yerda yana 1 million kommunalka. 5 million dong yoki undan kam. 5 million maksimalni bo'lganda o'rtoqlar 5 karra 1 million donga hozirda 3200 rubldan hisoblasanglar bo'ladi. 3200 rubldan. Keyin aytgancha ishxona agar olib beradigan bo'lsa, ular kvartira demadi-yu, komnata olib beramiz dedi. Shunaqa studiyada shu ham? Shunanga misol bitta kvartirada 2-3 ta komnatasi bo'lsa, bitta komnatasini. Shared room. Shunaqa. O'shanga hozircha o'zimiz olib, o'zimiz arendaga olib turibmiz. Sharoiti yaxshi, toza, ozoda hech qanaqa
pretenziya yo'q. Hamma yo'q normal. Yeb ichish masalasi qancha bo'lyapti Xanoyda? Hozircha точно ayta olmayman, lekin hamma mikrorayonlarda yaqin atrofida hamma joyda bozor bor. Magazin, bozor. Kim xohlasa bozordan svejiy oladi, kim xohlasa magazindan. Торговый sentrlar yaqin. Endi hamma joyda bilmayman qanday. Imенно biz turgan joyda hamma narsa yaqin. Eng uzog'i piyoda yursa agar 15 minutda endi. Примерно shunday. Oldin Vyetnamga kelaman deb o'yladingizmi? Qayerdan fikr kelib qoldi Vyetnam? Endi tangani tashladik, Orel Reshka Vyetnam tushdik, keldik. Yaxshi. Endi Husayn sandagi anaqangi uy-joy masalalari. Senga kompaniya berdi, kompaniya bergan, saniki qanaqangi? Komnatami saniki ham, studiyami yo'q? Meniki komnata. O'sha yerda uchitellarga uy ajratilgan, katta uy. O'shani работодатель snimat qiladi-yu, komnatalarni bo'lib beradi. Lekin meni холодильнигim o'zimniki. Tam стиральная mashina 2 kishiga. Hatta komnata o'zingizniki. Masalan, общежитие emasda bu. Universitetda общежитda bitta xonada 2 kishi turasiz-ku. Bunda bitta xonani o'zingiz turasiz. Просто kuxnya. Kuxnya bilan dush общий, ha? Kuxnya bilan dush общий bo'ladi. A tak 2 xona. Men Rossiyada yashagansan, ishlagansan, o'qigansan. Endi mana kelib bitta Amerikaga work and travel bilan borib kelgansan. Turkiyada gid bo'lib ishlagansan. Bittaga hayot nima deysan mana senga? Yoqyaptimi, yoqmayaptimi, yo boshqa shans bo'lgani boshqa joyga ketgan bo'larmidi, yo nima plus minuslar? Hadi plus oyliklarni gapirmaylik, bir minuslardan ham. Nima minus yoqmagan taraflari bu? Yoqmagan taraflari endi men bitta joyga kelsam, yoqmagan tarafga qaramayman, to'g'risi. Harakat qilib plusini izlayman. Chunki shuni qaror qildik, plusiga qarashimiz kerak. Endi minusi hammaga har xil bo'lishi mumkin. Kimgadir juda toza emasda, masalan, ko'chalari iflos bo'lishi mumkin. Masalan, men o'zim jaha unaqa toza tabiat toza tabiat deya olmayman. Unaqa shunaqa bolalar bo'ladi-yu. Sal to'polonroq bolaman, shunga ko'chalari menga jaha unaqa bir iflos ekan degan panyati bo'lmadi-da. To'g'ri, endi toza emas u. Bu men uchun minus emas deb hisoblayman. Ba'zilarga minus bo'lishi mumkin. Bu bir. Keyin endi bu yerda основной plusi ish masalan. Siz masalan stroykada ishlamaysiz. Или masalan zavodda ishlash ham oson emas. Chunki men zavodda ham ishlaganman. Zavodda ishlash ham oson emas. Bu yerda ish bu masalasiga osonroq deya olmayman. Endi oson ishda o'zi yo'q-ku, kreativniroq ish. Kreativni, fizический ish emas, интересно. Har safar o'zingiz nimadir yangilik olishingiz mumkin. Masalan, kattaroq sinfga dars bersangiz, qaysidir so'zlar sizga yangilik bo'lishi mumkin. Nimadir o'rganasiz. Mana shu narsa plus. Ayniqsa yoshlarga men maslahat bergan bo'lar edim. Har kuni nimadir o'rganish mumkin, ham bo'sh vaqt. Albatta, bo'sh vaqt siz 3 soat, 4 soat dars berib, keyin qolgan vaqt bo'sh vaqt menimcha hech qayerda yo'q. Hamma joyda 8 soatdan ishlash kerak. Ertalab kiradi, kechqurun chiqadi, tamom. Masalan 8 soatdan ishlash o'zi emas-da. Zavodda men ishlaganman oldin, hozir zavod bilan hozirgi ishimni sravnit qilsam, zavodda sizni bo'sh vaqtingiz bo'lmaydi. Ertalab 8 da o'sha zavodda bo'lishingiz kerak. 5 da hech qanday pererivsiz, yarim soat obed, уже 5 da ishdan chiqasiz. Endi unga nisbatan siz svobodniy vremengiz ko'p bo'ladi. Yana bitta savol, Husayn, sen shu aytganimdan 2 yildan oshiq opiting bor o'zi. Menga yaqinda bittasi chaqirdi, 11-sinfni bitirgan u, o'qishga kirmagan. Lekin angliyskiy уровень zo'r, почти advanced level. И произношение четкий, outlooking ko'rinish четкий. Просто unda hech qanday diplomi yo'q. Yoshi ham maktabni bitirgandan keyin Rossiyaga borib ishlagan u, yoshi 26 yosh o'zi. Shunaqa inglizini biladi, lekin boshqa dokumenti yo'q. Kelib ishlasa bo'ladimi yo'qmi? Mena shunaqa case bo'lgan. Bizda bitta Rossiyadan tanishimiz kelib ishladi o'tgan yili. Ishladi, lekin tamoman qishloq joyga ketdi. U yerda dokumentlar tekshirilmaydi. Aslida legalni ishlash uchun sizga dokument kerak, diplom kerak. Bakalavriat diplom qaysi soha bo'lishidan qat'iy nazar kerak. Lekin u bola ham shu xuddi siz aytganday o'qimagan hech qayerda, svarshiklikka o'qigan, o'shaning sertifikati bor, lekin ingliz tilisi zo'r edi. Shunaqa desa, o'sha bola ishlagan, 2 yillab ishlagan, 2 yil, 3 yil ishlagan. Endi dokument qilmagan,
kirib chiqib yurgan, скорее всего. Turistik viza bilan. Turistik viza bilan kirib chiqib yurgan. Shu bolalar ishlagan. Chunki Vyetnam endi rivojlanayotgan davlat. Bu yerda hali tekshir juda ham baland emas, tekshirmaydi sizni hech kim. Chunki o'zi как таковой иностранный преподавательlar ham hali ko'p emas-da. Endi rivojlanyapti. Shuning uchun menimcha albatta mumkin. Shunday qilib kelish mumkin. Endi ozroq riskni odam o'ziga oladi. Bunday situatsiyada, lekin kelajakda parallelni o'qib, yana ishlab shunday qilish ham mumkin. Chunki bo'sh vaqt bo'ladi. Masalan, full time desa ham, 100 soat bir oyga desa ham bu juda kamda. Qolgan ishlarga masalan, chunki haftada 25 soat to'g'ri keladi. 25 soat. Masalan, men zavodda ishlaganimda bir oyga bizga 160 soat to'g'ri keladi. 160 soat. Bu o'zi normal ish soati hisoblanadi butun dunyoda. 160 soat, har kun 8 soatdan ishlash, bir haftaga 40 soat to'g'ri keladi. Bu yerda bir haftaga 25 soat bu juda ham oz. Qolgan ishlarga taqqoslaganingizda keyin ingliz tilingiz yaxshi bo'lgandan keyin, ozroq opitingiz bo'lgandan keyin tayyorgarlik ko'rish ham shart emas-da darslarga. Prosta borib vaqtida borib berilsa bo'ladi. Prosta vaqtida borasiz, dars berasiz, tayyorgarlik ko'rish shart emas. Boshida qiyinchilik bo'lishi mumkin, lekin keyinchalik o'rgangandan keyin shu oddiy hol bo'lib qoladi. Dars berasiz, chiqasiz shu. Keyin yana bitta narsa, Xitoy bilan bitta farqi, Vyetnamda bitta joyda ishlamas ekan. Masalan, ertalab bir joyga boriladi, detik sadida, qaytga ishlasa odam, 1,5 soat, 2 soat dars o'tadi, bittaki boshqa joyga. Kechqurun keyin yana boshqa trening sentr 3-joy bo'lishi mumkin ekan. Bitta joyda ishlaydigan odamlarni men juda kam uchratdim. Bo'lmaydi. Mana imенно hozir Farruxga lekin shunaqa tushib qoldi. Ertalab men bitta joyga boradilar, bittakina bitta joyga, bitta maktab. Yana plus 80 soatlik ish chiqqan. Men ko'rganlarim o'zigacha shu part time'li 50 dan 60 soatgacha berardi. Bularga hozir bitta joy 80 soatlik yaxshi zo'r. Endi xudo xolasa opit oshgandan keyin kechqurunga ham ish chiqadigan bo'lsa, soat ham normal bo'ladi, oylik ham normal. Menga yana ko'p odamlar aytibdiki, qancha oylik, men aytaman, shu full time kirsa, bo'yni aytgandek 100 soat ishlaydi, примерно 100-120 soat, 1200-1300 dollar beryapti. Juda ko'p odam menga direkt oylik kam ekan deydi. Endi bizlar borib olayotgan joy, endi opishim ma'noda aytaman. Endi bizlar ham odamlar, bizning davlat odamlar butun dunyoda yuribdi, lekin bemalolroq borayotgan joylar odatda Rossiya. Endi Rossiyaga borib turib 1200-1300 dollarni shunchaki 100 soat ishlab turib, ko'chaga bemalol borib chiqib, hamma hurmat qiladi, chiroyli muomalada, shunaqa qilib topish qiyin-ku Rossiyada menimcha. Не только Rossiyada, menimcha butun dunyoda ham ko'p topaman desangiz, ko'p ishlash kerak. Shundoq. Agar желание bo'lsa, ko'p topaman desa, пожалуйста, 100 soat emas, 150 soat ishlang. Возможность bor. Xohlasangiz, masalan, tanish bilish bo'lgandan keyin kelajakda работодатель bilan yaxshi отношение qilganingizdan keyin sizga boshqa kompaniyada ishlashga ham ruxsat beradi. Masalan, bizda 100 soat ishlayapsan, ko'p pul topmoqchisan, opiting bor, mayli boshqa joyda ham ishla deydi. Buni hech qanday nima joyi yo'q. Agar xohlasa, только 1200-2000 dollargacha topish mumkin. 2000, даже 2000 dollar Vyetnamda topsa, bu juda katta oylik. Даже 2500 ham topish mumkin. Chunki bitta yashash juda arzon-da. Yashash arzon, yashash arzon. Endi masalan, aytaylik, boshqa davlatda oling. Masalan, Dubayda men hozir ham kursim ishlayapti. Oylik 1500 dollar. Dubayda 1500 dollar. Tam rasxodlari kamida 500 dollar, bir kishiga. U yerda ham 1000 dollar qoladi. Da masalan. Agar qoldira olsa. U yerda bittadan qiyinroq ishlar bo'lsa kerak baribir. Bunaqangi borib teaching qilib topmasa kerak, o'ylayman. Endi ularning ishi men boya aytganda bir oyga 160 soat. Sizniki 100 soat. 100 soat. Yana bu yerda boshqa narsalarni o'ylab, masalan, pul topaman degan odam sal o'zi kreativniroq bo'ladi, qiziqqan odam bo'ladi. Qandaydir boshqa masalalarni o'ylab ko'rish mumkin. Menimcha Vyetnamda shu yaxshi temani ochding. Как раз nima deydi? Vyetnamliklar bilan tanishib qolib, TikTokga video chiqardinglar, sizlar video ishladinglar. Shuni aytib bersangiz zo'r case. Keyin reklamaga senga mashinamizni haydab bersang, reklama qilib bersang degan, shunaqa narsalarni ham aytib bersang, bu ham qiziq deyman. Endi bu Vyetnamning qiziq joyi, birinchidan bu rivojlanayotgan davlat. Bu degani konkurировать qilsa bo'ladi ko'p sohada. Masalan, qolgan davlatga hisoblasangiz, konkurенция qilish qiyin. Masalan, Dubayga borsangiz, bizdaqa иностранец qilyapti-da. Vyetnamda kam holi. Bu degani hamma sohaga odam o'zini urib ko'rishi mumkin hozircha. Shu bizda keysda men futbol o'ynayman, Messining bolalar bilan.
o'shalardan bittasi bilan endi biznes haqida gaplashib yuramiz o'zi. Gaplashganimizda o'sha bola TikTok akkauntlarni upravlat qilar ekan-u, o'sha TikTok akkauntda TikTok Shop degan joyda, o'sha TikTok Shopda o'zi tovar sotsa bo'ladi bu yerda. O'shanda ishlayman. Menga video qilishga ingliz tilida yordam bermaysanmi dedi. Chunki Amerikan rynog'iga sotar ekan. Keyin shu bola bilan tanishib qolib, o'sha vaqtlarimda o'sha yerda birga ishlaymiz. Ular menga tovar jo'natadi. O'sha tovarni reklamirovat qilaman. Keyin tashlayman. Shuning o'rtoqlar Husayn haqida ham, Husayn Vyetnamdagi hayot haqida bilmoqchi bo'lsalaring, Instagram kanaliga o'tib turib, Vyetnam hayoti, Vyetnamcha hayot. Vyetnamcha hayoti deb yozsalaring, chiqadi, akkauntni podpisatsiya qilib qo'yinglar. Bu bittagi местный o'sha yashaydigan shaharchasida futbol ham o'ynaydi komandada, yaqinda televizorda ham chiqib ko'rsatishdi gol urganlarni. Keyin Instagram kanallariga Farruh Ayubov deb yozsalaring, Farruhniki ham chiqadi. Podpisatsiya qilinglar, shu Vyetnamdagi yashayotgan hayotlarimizni ko'rib boringlar. Mani kanalimga ham albatta Facebook, Instagram, YouTube hammasida Sher86 yoki Sherali Abdujabborov. Podpisatsiya qilib like bosinglar. Endi Farruh sizlar ham Vyetnamning minuslari haqida. Hadi plusini gapiravermaylik, bir minusini ham aytib bersangiz. Endi bu kim uchun minus, kim uchun plus bilmayman. Birinchi o'rinda transport masalasi yangilik bo'ldi menga. Eng важный narsalardan biri. Hozir agar sal uzoqroqqa ishga borishim kerak bo'lsa, men hozir обязательно mototsiklim bo'lmaganda men bora olmasdim-da. Hozir yaqinligi sababli men borib kelyapman piyoda. Agar uzoqroq bo'lganda mototsikl olish kerak bo'ladi, обязательно. Mototsikl olishdan oldin haydashni bilish kerak birinchi o'rinda. Mototsikl olsa o'zi olib bora olmaydi faqat. Keyinchalik bo'lishi mumkin. Hozircha unaqasi kam bo'lsa kerak, bu yerda yo'q. O'shanga sredniy qancha? $400-500 dedingiz, ha? Masalan, men o'zim kun 400 ga oldim. Lekin undan ham arzon qilsa bo'ladiganlari bor. Ha, ish qilib shunisi hozir misol boshqa davlatda, boshqa joyda ishlagan joylarimda solishtirsak, transport masalasi oson edi. Avtobus, metro, taksi unaqa narsa bor. Bu yerda birinchi o'rinda shu mototsiklda harakatlanish kerak bo'ladi, keyin движение qiyinroq. Движение qiyinroq, ba'zida mototsikllar shahri. Ba'zida svetofor qizilmi, ko'kmi farqi yo'q bo'lib qoladi. Ular qo'li ko'tarib o'tib ketaveradi. O'shanga yo'ldan o'tish, endi men mototsikl hali haydab ko'rmadim. O'shalarga o'rganish kerak bo'ladi qanchadir. Shunisi sal endi yangi kelgan odamga sal qiyin bo'ladi, точно. Tем более agar qizlar keladigan bo'lsa, menimcha ayollar ular erkaklarga kam vaqtdan keyin o'rganishi mumkin, jumlasi ayollarga menimcha transport masalasi qiyin. Problema bo'ladi yoki nima taksi mototsikllar bor. Shu taksi mototsikllardan foydalanish mumkin. Men taniyman, bitta qizni taniyman, u 2 yildan beri shu yerda mototsikl hayday olmaydi, bo'lgan taqdirda ham. Shuning uchun u даже uzoqdan ish chiqqan paytda отказ qilib 3 oylab ham besh o'tirgan bittaga keyin faqat yaqindan chiqquncha yoki piyoda yurib borsa bo'ladi yoki bir 15 minut avtobusda yurib boradigan joyga. Masalan, meni o'zimning ishim, bittaga keyingi ishim o'zim yashaydigan joydan 17 kilometr. Har kun 17 kilometr bir tarafga borib, yana 17 kilometr qaytib kelaman. Bunda endi bir mototsikl tashlolmaydi, oldin avtobusda yurardim, kunim yo'lda o'tib ketardi. Shu taraflari ham aytmoqchi edim. Mototsikl olgan holda ham движение esa qiyin. Mototsikl chas pik paytida to'lib ketadi, o'shanga vaqt ketadi. O'rgangancha birdan endi bizda ko'chalarda keyin ko'cha bo'lsa, svobodno haydab yuraveradi odamlar. Endi hamma o'g'ilballar почти hamma bilsa kerak mototsikl haydashni. Просто nimaga yo'l harakatiga o'rganish kerak. Hozir Vyetnam arzon yashash, arzon oziq-ovqat, arzon deydimiz. Hozir qancha ekan bu kokos? Kokos? Banana kokos. Mana shu kokos o'rtoqlar sizlar bizlarni qayerdan tomosha qilyapsizlar? Yozib qo'yinglar, qaysi shahardan, qaysi davlatdan. Sizlar yashaydigan joyda kokos bo'lsa agar, narxi qancha? Bittaga narxi 20 ming, 21 ming dong. 20 ming dong bo'lgan taqdirda ham где-то 70 rubl emas, 65 rubl. 65 rubl 0.60 sent. Tojik puliga 6 somon. Shu 6 somon, 7 somonga arziydimi yo'qmi? Qimmatmi, arzon? Rossiyada men Peterchkada ham, Magnitda ham biron ko'rmadim. Lekin uydagilar aytishadiki, men bir ikki ko'rgan edim. Men ko'rmagandim. Men ham ko'rganim yo'q, biron marta. Ko'rganingiz yo'q? Sanch? Ko'rmadim. Ananas ko'rgan, unaqa seroq. Ananas bu, lekin kokos mana shunday ochib sok, naturalniy sokni ichadigan. Menimcha shunaqa
Mana meva shuni bo'lsa kerak. oldingizda kesib beradi, naturalniy sok. Вообще agar Amerikadan ko'radigan bo'lsangiz, Amerikada qancha? Dubay. Bu yozib olinglar, qiziq bizga. Vyetnamda mana shu prosta 70 rubl. 70 rubl. Вообще arzon-da? Juda arzon. Yana nimalar qo'shimcha qilmoqchisiz? Nimalar aytib bermoqchisiz? Biron qiziq voqealar bo'lganmi hayotlaringda? Kuchukda aytmaymiz endi. Ovqat yeyapti bo'lishim. Kimdir Farruh ketadiganlarni ash ko'chada kuchuklarni anaqang butunicha qovurib qo'yadi. Tamom birinchi kelganlar. Hozir men 3 hafta bo'lgansa, birinchi hafta o'zim kelolmay yurib, uga yetib borayotganimda yana bitta ko'rib qoldim. Deylar, acha ado bo'ldi. Ha, unga endi vaqt kerak. Kuchuk boqqan odamlarga menimcha sal qiyin bo'ladi boshida birinchi ko'rsa. Bitta o'sha taraflama Xitoydagilar ham ko'p narsa yerdi xitoyliklar. Xitoyda yurgan paytlarimizda bular ko'p narsa yergan, любой narsadir deb o'ylardim. Meni o'ylashimcha Vyetnamliklar ulardan ham ko'p narsa yerkan, deb o'yladim. Xitoy o'zimizdagi bo'lib qoldi. Xitoy qandaydir xitoyliklar ancha yaxshiroq bo'lib qoldi bularning oldida. Bu meni kattaam o'zi bir kun olib kelib, uyda shunaqa chiroyli go'sht turibdi shunaqa. Ustiga anaqa zelilla sipka meni chaqirdi, "Keyin yeymiz" deb aytdim. Endi men bilardimki, men anaqangi nima halol go'sht yeyman, o'shani bilardim. Lekin menga predlagat qildi. "Yovir dedilar hech martalar. Agar men aytsam, sen yemaysanmi nimalar dedi. Endi shunaqa appetit, havas kelib turdi, chist go'sht edi biroq. Agar aytmasa yuborish mumkin menimcha, agar ta'midan sezmasa. Aytdim, "Yo'q, bizda endi любой не надо есть, что попало" deganda. Yo so'raladi bir marta desam, "Yo, sen unaqni yemasa endi shunaqa appetit bilan yop chalapilla, bular chalapillaydi-ku." Bir oxir aytdiki, "Ha, bu aytaman" dedi, "Bu kuchuk edi" deydi. Yo, o'sha kuni kuchuk yeyishni bilardim. Men sezdimki kuchuk desam, o'sha kuni kuchuk va pishani go'shtini yeydigan ekan. Mushuk. Bunisi ham yangilik bo'ldi. Shunga aniki o'sha taraflama bular любой narsani yeydi. Ha, bular ko'p odam so'rayapti, musulmonlar bormi so'rayapti. Men bilishim bo'yicha, meni opitimda 6 oylik juda kam ekan, juda kam. O'zi Vyetnam xalqi 100 milliondan oshibdi hozir. 100 million. Hanoyning o'zi 8 milliondan oshib odam yashar ekan. Endi buncha million aholiga nisbatan bitta yashaydigan musulmonlar yoki musulmonlar so'rasa, bu juda foizida kam ekan-da, qarorchi. Shuning uchun ham halol ovqat topish qiyin, musulmoncha ovqat topish qiyin. Shu bitta masjid bor ekan, buni oldingi videolarimda aytib o'tganman. Shu masjidga borsa, shuni oldida shu musulmonskiy kafecha juda ham kichkina bor. Shuning uchun ko'chalarda hamma joydan halol go'sht, halol ovqat topish bitta juda qiyin. Lekin biz bir ikkita, uchta halol go'sht do'kon topdik. Bu ham faqat bizdan uzoqroqda. Borib olib kelish kerak yoki shu delivery uyga jo'natib beradi. Zakaz qilsa o'sha taksi, mototsikl taksilar bor, Grab deyiladi, shuni olib beradi. Shunaqa. Yana nimalarni gapirib beramiz? Hozir siz mehmonga kelgan Hanoyga, bu Hanoydan 63 kilometr nariroqda Haizong degan shaharcha bor. Shu shaharchada yashaydi. Hozir 3 kun dam bo'lgancha mana kelgan mehmonda dam olamiz endi 2-3 kun. Ertaga xudo xolasa baliq qovuramiz. Bugun kech bo'lganmiz. Baliqlar ham juda arzon ekan. Baliq arzon. Baliq ham temasa arzon. Agar mana yana kelmoqchi bo'lganlar, sizlarga ham aloqa chiqib qolsa, qo'ldan kelgancha yordaminglarni ayamaysizlar degan bittaman. Kelmoqchi bo'lganlarga yana tavsiyalaring. Kelsinmi yo kelmasinmi? Nima deb o'ylaysizlar? Kelsin endi. Baribir kelgani yaxshi. Chunki o'ylaymanki, bundan keyin mana aytgandek rivojlanib boryapti, ko'p odamlarda interes paydo bo'lyapti. Hozir men ko'rganlarim juda ko'p inostrannetslar, shu даже Yevropa, Amerikaliklar ham Vyetnamga qiziqib qolgan. Nima uchun? Chunki oylik to'g'ri kamroqdir, lekin yashash juda arzon bo'lgani uchun ko'plar masalan onlayn ishlaydigan odamlarga juda zo'r joy ekanda bu. Aytaylik, kimdir aytishlik 4,5 ming dollar oylik topadi. Lekin Moskvada yashaydi. 4,5 ming oylik topib turib, Moskvada 3 mingini, 4 mingini yo'q qilib oxirida savingga 1000 dollar qolsa, baqiy kelsa 500 dollarga yashab turib 4,5 ming dollar saving qiladi. Menga bitta amerikanец Iowadan tanishim bor. U faqat kechqurun ishlaydi xolos treyning sentrda. Bu degani 3 soatdan ishlaydi. Uyda 6 kun ishlaydi. Bir haftaga 18 soat ishlaydi. Opshish hisobida unga 1800 ming dollar oylik berar ekan.
2 xonalik uy olgan, bitta 2 xona degani yana bitta kuxnyasi bilan 3 ta bo'ladi-ku bu. 2 xona qarib 80 kvadrat. Chiroyli joyda. 2 xonalikka примерно $500 $550 to'larga. O'zi 1800 oylik bo'ladi, $550 to'laydi, где-то 300 yeb ichadi, 850 ketkazadi, 800 qoladi. 800 ming qoladi endi savingi har oy. Menga вообще устраивает deydi. Zato men 2 xonalik uylarda yashab turib, xolagan ovqatdan yeb turib, yana menga 1000 qolib deydi. Men Amerikada 5000 topsam ham, lekin itda 8 soat, 10 soatlab ishlab topaman. Oxirida qoladigan menga uncha qolmaydi deydi. Itda yashasam bir xonada studiyada yashayman deydi. Shunga aytadiki, menga shu выгодно deydi. Shuning uchun endi hammaning fikriga ham har xil, bir xillar mayli men qiynalsam ham 12 soat ishlay, 15 soat ishlay, lekin tezroq pul qilib oladiganlar bor. Endi ularga ne stoyt menimcha. Lekin xotirjam hayot qoladiganlarga yaxshi variant. Hisob kitob ko'rish kerak-da. Hozir hamma davlatni ko'rib chiqsangiz ham bilmadim. Maksimum $2000 qoldirish mumkin. Ko'p davlatda. Amerikada mumkin, green cardga yutib borsangiz ko'proq qolish mumkin. Shuning uchun menimcha shunchaki borib ishlashga Koreya, masalan, nima variant bor-da? Masalan, Tojikistonda aytaylik, ingliz tilingiz bor. To'g'rimi? Ingliz tilingiz bor, qaysi davlatga chiqmoqchisiz? Shunday situatsiyani ko'rib chiqsak, o'zi nima variantlar bor? Mana sizlarda opitlaringiz bor. O'zi qaysi davlatlar hozir momentda dostupni? Masalan, men Kanadaga qiziqdim. Kanadaga legalni borishni iloji juda kam. To'g'ri, programmalar bor, lekin ularda qiyin o'tish. Masalan, turistik viza bilan borish kerak. Eli aytaylik, Yevropaga borsa ham qaysidir joylar mumkin borish mumkindir, lekin ularni ham hisob kitob qilsangiz $2000 atrofida tushadi sizga. Masalan, Dubayda 1,5-2. Shuning uchun Vyetnamda bilmadim, oylik kam deyish ham menimcha juda to'g'ri bo'lmasa kerak. Chunki qolgan davlatlarga siramet qilsangiz, o'zi qolishi shu bo'ladi. Mana shunaqa deb Men shunday deb hisoblab ko'rdim. Endi men o'zimga hisoblab ko'rdim, qolgan davlatlar ham bor. Menimcha Vyetnam mana shunisi yaxshi. Keyin yana men o'sha aytganimday, Vyetnamda holi rivojlanish endi boshlanyapti. Bu degani qaysidir joyga agar joylashib olib, o'sha yerda tanish bilish bo'lib, harakat qilsa, nima ko'proq topish mumkin. Agar pulga kelib taqaladigan bo'lsa Vyetnamda ko'proq topish mumkin. Yana o'sha turmush tarzi baribir boshqacha-da. Bir qaysidir nima bor-ku, qaysidir gap bor. Bogatstvo это образ жизни deydi. То есть sizda qaysi pulingiz ko'pligida emas, siz hayotingizda o'zi masalan ertalabdan kechgacha qanday o'tkazasiz? Siz 1 million topsangiz ham ertalabdan kechgacha bitta joyda o'tirib, qiyinchilik qilib har kun fizik ish qilsangiz emas-u. Masalan, kamroq topib, sizda o'sha obraz жизниңiz, masalan, xohlagan ishingiz qila olasizmi? O'sha ishingizga borib, ishingizdan keyin xohlagan masalan futbolga qiziqsangiz, masalan menga o'xshab futbol o'ynashga vaqtingiz bormi? Masalan meni bir haftaga 3 marta futbol o'ynashga vaqtim bor. Mana shu narsa ham menga katta narsa. Zalga borsangiz, zal bemalol borish mumkin. Mana bu jihatlari yaxshi Vyetnamda. Keyingi planlar qanaqa endi? Qancha yurmoqchisan? Mana hozir 2 yil bo'lsa, yana qancha yurmoqchisan yoki nima planlar? Planlar Xudo xohlasa shu yerda to masalan hozir Xitoyda ishlash qiyin bo'ldi menimcha, uchish tillarga. Mana shunday situatsiya bo'lmagancha Xudo xohlasa ishlamoqchiman. Tushunarli. Farruh sizdachi? Sizni kelajakdagi planlaringiz? Meni planim endi boshlayapman, endi sharoitga o'rganyapman. Mana dalshi ko'ramiz endi hamma narsa. Boshlanishi qanday o'zi siz? Boshlanishi yaxshi. Yaxshimi? Boshlanishi yaxshi, agar mototsikl olib olsam, undan ham yaxshi bo'ladi. Kechroq turish kerak bo'ladi ishga borishga. Keyin kelmoqchi bo'lganlarga maslahat, foydali bo'ladi. Internetdan, YouTubedan materiallarni, roliklarni ko'rib, kelmasdan tanishib olsa ham bo'ladi-ku. Kelib, bu narsa bunday ekan, bu markan bekor kelman deyish endi shunday demaslik uchun. Endi unday demasa kerak-ku. Hamma joyda to'la material. Shunday. Vyetnam qanaqa davlat, qayerda joylashgan, ob-havosi qanday, hamma narsani bilishda yo'li oson. Internetda hamma ma'lumot bor. Kirib ko'rib, o'qib olish mumkin. Yo tamom bo'lmasa endi mana bizga aloqa chiqadi. Realda mana ko'rib turgan odamlar bor, aloqaga chiqib so'rash mumkin. Shu qanday bo'ladi?
qanday qilinyapti, dokumentlar qanday bo'lyapti, narx-navo, ovqat, oziq-ovqatga qancha ketyapti, hammasini so'rab bilib olsa bo'ladi. Rahmat. Rahmat. Rekomendatsiyalar uchun, maslahatlar uchun, opitlaring bilan bo'lishganlaring uchun rahmat. O'rtoqlar, yana sizlarda savollar bo'lsa, biz aytmay qo'ygan gaplarimiz bo'lsa, savollaringni beringlar, javob beramiz. Vyetnam hayoti haqida nafaqat Vyetnamga kelib ishlash, dars berish, balki opshi temalarda shu yoritib boramiz. Boshqa xil kontentlar bo'yicha ham mana Vyetnamda qanaqa qiziqarli joylari bor, yo qanaqa bayramlari bo'lyapti, shular haqida ham videolar qo'yganmiz. Shu tomosha qilishda davom etinglar. Boyni eslatib o'tganimda qaysi davlatdan ko'ryapsizlar, qaysi shahardan ko'ryapsizlar, shularni kommentariyada yozib qo'ysalar yaxshi. Yoki yana kimdir qaysidir boshqa davlatda ingliz tilidan teaching job qilib shu dars berib yurganmisiz, sizlar o'zlaring davlatlaringiz haqidagi narx-navolar, qanaqa ishga kirish haqida ham bo'lishlari yaxshi bo'ladi. Rahmat. Kanaldan uzoqlashmanglar, sog' bo'linglar. Vyetnam, Hanoy.